Assalomu alaykum azizlar, charchamayapsizlarmi? Barchangizni ko'p ko'rganimdan xursandman. Siz meni eshitib turibsiz, demakki nimanidir bilmoqchisiz, nimanidir o'zgartirish vaqti kelgandir. Xo'p, biz aybdorlik hissi haqida suhbatlashayotgan edik. Aybdorlik hissi qayerdan paydo bo'ladi? Aybdorlik hissi bizni bolaligimizdan paydo bo'ladi. Bolaligimizda har xil tushunchalarimizdan hosil bo'ladi. Keyingi narsa esa biz bilib bilmasdan qilgan harakatimizda o'zimizga yuk qilib olganmiz va shu paytgacha o'sha yukda yashaganmiz. O'sha yukni tashlab olmaganmiz degani hal qilmaganmiz. Gaplashadigan insonimiz bilan gaplashmaganmiz, suhbatlashadigan insonimiz bilan suhbatlashmaganmiz va mana shunday qilib aybdorlik hissi qavat bo'lib yig'ilib bizni ustimizga, yelkamizga yuk bo'lgan. Natijada munosabatlar yomonlashuviga, daromadni pastligiga va salomatligimizni yomonlashuviga olib kelgan. Ya'ni salomatligimizda nima? Sizda agar oshqozon ichak kasalliklari, o't pufay kasalliklari, suyak kasalliklari va boshqa kasalliklar bo'lgan bo'lsa, demak sizda aybdorlik hissini yig'ilganligi, qaysidir bir aybdorlik hissini hal qilmaganligingizdan dalolat beradi. Shuning uchun hozirda ko'plar aytadiki, aybdorlik hissi keraksiz hissiyot deb. Aslida aybdorlik hissi kerakli hissiyot. U insonni vijdoni hisoblanadi. Agar insonda aybdorlik hissi bo'lmasa, u o'ziga kuchli baho berib oladi va o'ziga ko'p narsani, noto'g'ri narsalarga ham ruxsat berib oladi. Shuning uchun aybdorlik hissi bizga Alloh tomonidan berilgan bir hissiyot hisoblanadi. Biz uni faqat to'g'ri ishlatishni o'rganishimiz va to'g'ri ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, nima qilishimiz kerak? Xo'p, kasalliklardan tuzalishimiz uchun, munosabatlarimiz yaxshilanishi uchun nima qilishimiz kerak? Demak, aytdik, o'tmishimizdagi bo'lib o'tgan voqealarni barchasini hal qilmaganligimiz bizga yuk bo'lgan va o'zimizni aybdor his qilamiz. Ba'zilar menga aytadiki, o'zim shuncha rasvo odammanmi, men unaqa odamman, bunaqa odam ekanman deb o'zini ko'rib qoladi oynadan. Oynada ko'rib qolib, o'zini juda ham ayblab, pastga qarab, jarlikka qarab tushib ketadi va ba'zilar mana shuni ustida o'ziga o'zi bir narsa qilib qo'yishi, ya'ni suitsid holatlariga olib borishiga ham sababchi bo'ladi. Yo'q, aksincha buni tuzatishni iloji bor. Bu bilan ozgina ishlash kerak, qunt qilish kerak. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi o'rinda daftar, ruchka olamiz. O'tmishimizdagi har qanaqa sizda esda qolgan, sizni qiynagan voqea hodisalarni eslab yozasiz. Qaysi inson nima degan, qaysi insonga siz nima degansiz, nima voqealar bo'lgan barchasini yozgandan keyin tuzasiz. Balki 200 ta odam chiqar, balki 300 ta odam chiqar, balki 50 ta odam chiqar, bilmayman. O'zingizni o'tmishingiz bilan bog'liq bu narsa. Yozganingizdan keyin insonlar bilan orani gaplashib olib to'g'rilash kerak. Ya'ni uzr so'rash kerak. Men shunaqa deb qo'ydim, unday deb qo'ydim, bunaqa bo'lgandi o'sha vaqtda deb so'raladi. Albatta bu o'zimni boshimdan o'tgan va menga qiyindek tuyulgan. Qanday uzr so'rayman? Men uzr so'raymanmi? Meni o'sha insondan deb o'zimni egoyim bilan kurashganman. Aksincha uzr so'raganimda, men umuman boshqacha holat, aksincha uzr so'rash bu yengil ekan, oson ekan, qiyin emas ekan. Niyatingizga bog'liq. O'sha inson bilan munosabatlarni yaxshilayman desangiz, bu juda osonlik bilan ro'y beradi. Va shu narsani qilganman. Natijasi uzoq kutilmagan. Yaxshi bo'lgan munosabatlarimiz va boshqa tomonlardan ham. Endi uzr so'raganingizdan keyin natijasi Allohdan bo'ladi. Keyingi yana bitta tavsiya, agar siz bir kunda bitta insonni xafa qilsangiz, ikkita insonni xursand qilishingiz kerak. Bitta insonni yig'latsangiz, ikkita insonni kuldirishingiz kerak. Farzandingizga yomon gap gapirib qo'ydingizmi, ushib qo'ydingizmi, urib qo'ydingizmi, demak unga yaxshilikni, ya'ni yaxshi gap gapirishingiz kerak. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz chigallik bo'lib, gap talashib qoldingizmi, demak yaxshi gap ikkita, ya'ni ko'pi bilan qaytarishingiz kerak. Mana shundagina siz aybdorlik hissidan, aybdorlik yukidan to'g'ri foydalangan bo'lasiz. Rahmat, eshitganingiz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman.